Assalomu alaykum usta qizlar. Agar siz hali ham rasm chizishni murakkab ish deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bugungi darsimiz aynan siz uchun. Bugun darsligimizda sizlar bilan abstrakt suratlar chizishni o'rganamiz. Abstrakt suratlarda bironta bir shakl aniq ifodalanmaydi, lekin unda hissiyot va kayfiyatni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sizning fantaziyangiz muhim rol o'ynaydi. Bu suratlarning har biri o'ziga xos va 99% da o'xshab chiqadi va shuning uchun ham qolgan suratlarga qaraganda buni chizish ancha osonroq. Abstrakt rasmlarning turlari juda ham ko'p. Men esa hozir mana shuni tanladim va bugungi darsimizda sizlar bilan shuni chizib o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar asosimiz, ya'ni holstimiz. Buni o'zingiz xohlagan o'lchamdagisini olib tayyorlasangiz bo'ladi. Ikkinchisi bu teksturni pasta. Tilla aralashganligi uchun tilla patal oldim. Rang berish uchun akril bo'yog'i va kerakli anjomlar. Ishni birinchi bo'lib teksturni pastani o'rta qismiga surib olishdan boshlaymiz. Holstlarni iloji boricha bir marta oq emulsiyaga bo'yab olganinglar yaxshi. Shunda yana ham oq bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Men bo'yab olganman, tayyor qilib olganman. Endi teksturni pastani sekin-sekin olib, o'rta qismimiz ozgina bo'rtib chiqqanligi uchun shakliga mos qilib kerakli anjomda surib chiqamiz. Agar siz yangi boshlovchi bo'lsangiz, o'rtasini aniqlab qalamda chizib olsangiz ham bo'ladi. Teksturni pastani qurishiga ozgina ko'proq vaqt kerak. Chunki buning tarkibida silikon moddalari bor. Menga tezroq qurishi kerak bo'lganligi uchun ozgina yuqaroq qilib surib chiqyapman. Sizlar esa buni rasmga qarab, qalin yuqaligiga qarab bemalol foydalansangiz bo'ladi. Faktura xohlasangiz, buni o'rniga artbetonga o'xshagan materiallar bor. Shundan foydalansangiz bo'ladi. Chunki teksturli pastani effekti, ya'ni qavati juda ham mayin, ya'ni tekis bo'lib yopiladi. Mana teksturli pastamizni surib oldik. O'rtasi qalinroq, chetlari ingichka bo'lganligi uchun birinchi o'rtasiga surib, anjom orqali oldinga, orqaga qilib, mana shu o'rtasidagi teksturli pastani sal bir-biriga qo'shib oldim. Endi buni qurishini 1-2 soat kutamiz. Qurigandan so'ng esa bo'yash ishlari va ustiga eng oxirida tilla patalini beramiz. Bo'yash uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar birinchi o'rinda oq akril bo'yoqlari. Buni men 2 ta idishga solib oldim. Chunki rasmimizda abstrakt tanlagan rasmimizda 2 xil rang va tilla bor edi. O'zimizga qulay bo'lgan mo'y qalamlar. Patalimiz uchun kley. Kleyning rangi o'zi har doim oppoq rangda bo'ladi, lekin oq rangni rasmga surganimizdan so'ng uni qayerlarga surganimiz noaniq bo'lib qolganligi uchun har doim kleyga men rang aralashtirib olaman. Ya'ni tillaga yaqinroq bo'lgan ranglardan foydalansangiz, ishingiz yana ham tartibli chiqadi. Bitta rangim oq, bitta rangim feruza rang bo'lganligi uchun bu rangni oqga aralashtirib tayyorlab olaman. Iloji boricha mana bu asosimizni yon taraflarini ham bo'yab o'tishimiz kerak. Chunki bir xillar buni chetiga ramka qiladi, bir xillar ramka qilmaydi. Ramka qilgan taqdirda ham yonlarimiz ko'rinib qolishi mumkin. Shuning uchun bo'yayotganda e'tibor qaratamiz. Birato'la bo'yab ketishimiz kerak. Yon qismlarni ham. Hozir
men tanlagan rasmda soya bor ekan, ya'ni eng tagi qismida soya bo'lganligi uchun ozgina qora rang aralashtirib, soyani hali kraskamiz, hali bo'yog'imiz qurimasdan turib, bo'yab olsak bir-biriga ulanib ketadi. Qo'shilib, boshqa rang qo'shganimiz bilinmay ketguniga qadar kist yordamida aralashtirib chiqamiz. Eng tepa qismi sal ochroq bo'lganligi uchun tepa qismlariga birinchi rangimizdan yana bir berib chiqamiz. Mana ko'k qismini ham bo'yab oldik. Endi oq qismini oq akril bo'yog'imizda yaxshilab bo'yab olamiz. Sezgan bo'lsanglar kerak, mana teksturni pasta qilgan joyimiz oppoq, host qilgan joyimiz mana ajralib turibdi. Shuni oppoq rangga bo'yab yopib olishimiz kerak. Buni ham yonlarini bo'yab olishni unutmaymiz. Mana oq joyini ham bo'yab oldik. Endi o'rta qismida tilladan bo'lgan joyi bo'lganligi uchun buni biz mana shunday tilla patal yordamida, mana tilla patal yordamida chiqarishimiz kerak. Bu tilla patalni xo'jalik mollari sotadigan joyda ham yoki o'quv qurollari sotadigan do'konlarda ham topsangiz bo'ladi. Bu patallarning maxsus yelimlari bor. Yelimlari har doim oq rangda bo'lganligi uchun men tillaga yaqin bo'lgan mana rang aralashtirib olganman. Sal quyuqroq bo'ladi. Keraksizroq bo'lgan mo'y qalam yordamida yelimimizni kerakli joylariga surib chiqamiz. O'rtasi qalinroq, chekka qismlariga kelganda ingichkaroq qilib chiziqlarimizni yo'q qilib yuboramiz. Iloji boricha yelimimiz bitta joyda yuyilib, yig'ilib qolmasligi kerak. Mana yelimimizni surib oldik. Yelimimizni surganimizdan so'ng bir muddat qotishini kutishimiz kerak. Birdaniga patalni yopishtirib ketmaymiz. Mana yelimimiz qotib oldi. Yelim qotganini qayerdan bilsak bo'ladi? Mana ushlab ko'rganimizda yopishqoqligi hali ham o'z kuchida. Lekin suyuqligi qurigan. Lekin suyuq emas. Qo'llarimiz iloji boricha toza va quruq bo'lishi kerak. Chunki tilla patallarimiz juda ham nozik hisoblanadi. Hozir bularni bitta-bitta olib mana shunaqa ko'rinishda bir chekkadan yopishtirishni boshlaymiz. Juda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak. Ozgina urib chiqamiz, chunki bo'rtib chiqqanligini hisobiga tillalarimiz tekis bo'lib turib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zini qog'ozida ozgina nozik harakatlar bilan bosib chiqamiz. Mana tilla patallarimizni ham yopishtirib oldik. Endi bularni iloji boricha mayinroq bo'lgan kistichka yordamida ohistalik bilan keraksiz joylarini olib tashlaymiz. Mana tilla patallarimizni ham ortiqcha joylarini kist yordamida tozalab oldik. Mana abstrakt rasmimiz ham tayyor. Ko'rib turganingizdek, unchalik ham murakkab ish emas.
xuddi shu texnika asosida kartinalar tayyorlab ko'rib, bemalol daromadga chiqsangiz ham bo'ladi. Shu bilan bu darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.